Bryus Li, Ajdarhoning tug'ilishi. (1964-yili butun olamga mashhur bo'lmasidan avval Bryus Li Shaolin ustasi Von Jackman bilan tarixiy jangini o'tkazgandi. Ko'pchilikning fikricha, Li kung-fu sirlarini g'arbda oshkor qilgani uchun Wong uni jazolamoqchi bo'lgan ekan. Ana shu bellashuv mazkur filmning yaratilishiga ilhom berdi. Henan viloyati, kung-funing vatani, 1963-yil. Chuqur mamnuniyat bilan sizlarga buyuk ustoz Von Jackmanni tanishtirmoqchiman. U Shaolin san'atini namoyish etmoqchi. Sizga va barcha shogirdlaringizga. Tai Chi maktabi uchun buyuk sharaf bu. San Fransisko, 1964-yil. Ajdarhoning maydonga chiqishiga 9 yil bor hali. Kung-fu bu shunchaki o'yin emas, jentelmenlar. Ilohiyot ham emas. Hayot-mamot jangi bu. Tushundingizmi? Ko'chada na nayza, na shamshir bor. Tosh topsang, shundan foydalan. Boshqa narsa topsang, o'sha bilan jang qilasan. Asosiysi raqibni tezroq qochishga majburlash. Wing Chun degani shu bo'ladi. Shuni o'zlashtirsangiz, sizni hurmat qila boshlashadi. Har doim va hamma yerda. Hey, nima qilyapsan? Yana o'yinni boshlabsan. Chinatownda hamma o'ynaydi. Faqat meni shogirdlarim emas. Qancha yutqazding? Haligi ko'pmas? Qancha dedim? 200. Qanday olishsang, shunaqa o'ynaysan. O'ylamasdan. Chin qo'tonlik yigitlar urush talab qilib kelsa, qo'lingdan biror nima keladimi? Kelmasa kerak. Ha, to'g'ri aytding. Yigitlar, mashqni davom ettirdik. Boshladik. Nima? Tasma tugab qopti. Yanama Franki. Axir bu filmning yakuni-ku. Bilaman, qolgan qutganlarni ishlatyapmiz axir. Bo'pti, faqat tezroq bo'linglar. Kimni oxirgi bo'lib do'pposladim? 4-sini. Tushunarli. Steve, Vinny, tik turasizlar. Yaxshi. Qolganlaringiz yiqilgan joyingizda yotasiz. Menga qarang, ustoz.
qornimga qattiqroq urdingiz. Senga har safar aytaman, urgan paytimda chetga sakrab qol deb. To'g'ri-ku, lekin unda kameraga tushmay qolaman-da. Biz tayyormiz. Film senga bag'ishlanmagan afsar, bosh qahramon menman. Boshladik. Bir, ikki, bir, ikki, bir, ikki, bir, ikki, bir, ikki, bir, ikki, bir. Ustoz, kinoga tushishga meni olganingiz uchun rahmat aytmoqchi edim. Arzimaydi, ma'qul yigitsan. Zarbani ham ko'tarasan. Rahmat. Bir savol bersam maylimi? Qo'limdan bir ish kelyaptimi o'zi? Harakat qilyapsan. O'z uslubing paydo bo'lyapti. Rostdanmi? Qanaqa uslub? Rasvo uslub. Yur, ko'rsataman. Juda soz. Mashqxonasida bo'laveradi, ko'chada bo'lsa-chi? Zo'rman deb o'ylaysan-da. Ko'chadagi bezormisan? Qani bo'l. Ko'cha uslubing qayerga yo'qoldi? Hozir. Tinchlan, o'zingni boz. Ana shuni yengishing kerak. Kung fu tartib qoida degani. Ham ichingda, ham tashqingda quvvatingni to'g'ri taqsimlashing kerak. Endi aytchi. Nimani aytay? Ichingdagi g'azab qayoqdan paydo bo'lgan? Hech gap yo'q. Shunchaki asabiylashib ketdim. Menga qara, Stiv. Seni hamma oldida uyaltirishni xohlamovdim. Hechqisi yo'q. O'zim sharmanda bo'ldim. Bilasanmi, agar o'ylab zarba berganingda g'olib bo'larding. Ilgari boks bilan shug'ullanganmisan? Yo'q. Lekin zarba berishni kimdir o'rgatibdi-ku. Otangmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Hali nima qilganimni bilasanmi? Kallangga kirib oldim. Agar mushtini ishlatishdan oldin raqibingni kallangdan chiqara olsang, g'alaba seniki. Endi o'rganarkanman-da. Stiv, men seni ustozingman. Qanday yashashni o'rgatish meni vazifam emas. Lekin bir gapni aytaman. Jang payti pinhona g'azab xalal beradi. Qo'llaring tashqarida bo'lsin. Umuman olganda yomon emas-ku? Unchalik emas. Lekin tushkunlikka tushma. Narsalaringni yig'da, uyingga jo'na. Eshikni yopishim kerak. Vini, og'ayni. Tony Yu, ko'rishmaganimizga ham ancha bo'ldi. Men seni kecha ko'rdim, yana tushib qopsan-ku. Blossom xolamizga yana qarz bo'lib qopsan. Qo'yvorlaring, nari turlaring. Nari tur. Chenxu Taun bilan hazillashmaganing ma'qul, Vinni. To'xta. O'yinni tugatdinglarmi?
yigitlaringni oldi, yo'qol bu yerdan. Vini qarzini ertaga to'laydi. Hozirni o'zida uni o'ldirib qo'yish niyatlaring bo'lmasa albatta. Turlaring, ketdik. Endi aqling kirgandir. Bo'lmasamchi, endi Dodgersga tikaman pulni. Bir kuni dabdalingni chiqarishadi bunaqada. Stiv, kirlarni tayyorlab qo'ydim, olib ketaver. Qani tez. Xo'p, ana ketyapman. Cho'pda yeyishni hali ham o'rganmadingmi? Hayotdan orqada qolib ketgan bu oyi. Sen o'sib qoldingmi, a? Ko'chada urishishni bilasan. Hol oyog'ingni stolimdan. Yaxshi ko'raman-da sizni oyi. Von Jackman Shaolinni tashlayotganmish. Yo'q-e. Bu bizni ustozga raqib chiqmoqchi bo'lgan yigit-ku. Menimcha ustoz uni boplaydi. Nima deb yozishibdi? Amerikada kung fu qanday rivojlanayotganini bilish maqsadida uyushtirilgan safar ekan bu. Rostdanmi? Ha? Qayoqqa kelar ekan? San Fransiskoga. Salom. Mana. Ofitsiantlarning 20 ta ish kiyimi, 8 ta sochiq, 60 ta dasturxon qani? Xavotirlanmang, hali mashinadan olganim yo'q. Ular menga shu topda kerak. Stolga nima yozaman? Atiga 2 ta qo'lim bor meni. Yordamga odam bering-da. Bor, qarash bor. Yordam berayotganing uchun rahmat. Yangi kelganlardanmisan? Men Steveman. Inglizchani bilasanmi? Yo'q. Men Steveni yeyapman. Yo'q, boshqacharoqda. Men Steveni yeb qo'ydim. Bu safar ham noto'g'ri. Inglizchani bilar ekansan-da. Lekin restorandan tashqarida hech kim bilan gaplashishim mumkin emas. Isming nima? Suat Sulam. Sulam. Mana buni olsam maylimi? Beysbol yangiliklarnimi? Bemalol mana. Ingliz tilini shunaqa o'rganasanmi? Topgan narsamdan foydalanaman. Dasturxonlarni tezroq ber. Tez ichkariga kir. Rahmat. Bu xavfli, Steve. Blossom xola bilan tanishishni istamaysan-ku. Kim u Blossom xola? U Xitoy darvozalarining egasi. Aslida esa Chenhao Town uchun barcha restoranlardan ulush yig'adi. Bu qiz ularning shaxsiy mulki. Bu yerga olib kelganlari uchun haqqini to'lamaguncha ishlab berish kerak. G'irt yovoyilik-ku bu. Ana, qara. Nima bu? Chuvalchang kabob. Shuni ham yerkanmi? Qo'y senchi, har kimning o'z tabi. 6 ta bering, iltimos. Rahmat. Menejer Jackson menga nima deganini bilasanmi? Nima dedi? Ertaga paraxodda Von Jackman kelarmish. U qayoqdan bo'libdi? U Vongning qarindoshi ekan. Kutgani chiqaylik unda. Unga nima deymiz? Tonkaga o'xshab miq etmay turaveramizmi? Bilmasam, loqal qo'lini olib qo'yamiz. Ustozligiga aytasanmi? Shartmikan? Kechirasiz. Ni hao. Ni hao. 我是 Steve McKee。你可以给我擦鞋吗？ Yo'q. Rahmat.
balki boshqa safar. Kechirasiz, gapingizni tushunmadim. Oyoq kiyimingizni tozalashimga ijozat berdingiz hozir. Vinni ablah. Bir do'stim shunaqa hazil qildi-da menga. Hazil bu. Siz Ha, tushundim. Xo'sh, sizga nima kerak o'zi, janob Makkey? ustoz Wong, sizni shunchaki kutib olmoqchi edim xolos. Sizga mashina keladimi? Bunaqa dabdaba bilan kutib olishmasa kerak-ku. Lekin siz ustoz Wong Jackmansiz-ku, Shaolin monastiridan adashmadimmi? Ha, menman. Sizni olib borib qo'ysam maylimi? Olib kelganingiz uchun rahmat. Arzimaydi. Ustoz Wong, men bir narsani so'ramoqchi edim. Vaqtingiz bo'lganida menga bittagina dars o'ta olasizmi? Nima, ustozingiz yo'qmi? Ustoz Bruce Leening kung fu maktabida tahsil olaman. Ha, Li Yunfan haqida ko'p eshitganman. Rostdanmi? Agar ustoz Lida saboq olayotgan bo'lsangiz, sizga unda biron nima o'rgata olmasam kerak. Bo'pti, xayr. Xayr, haqiqiy afsonani uchratibman-u, botinkamni tozala debman-da unga. Bundan ham battar bo'lishi mumkin edi. Rostdanmi? Bas qiling. Tilingga erk berma. Haqiqiy afsona deganing kim bo'ldi? Axir men har kuni shu yerdaman-ku. Kechiring ustoz. Wong Jackman haqida gapirayotgandim. Nimalar deb aljarayapsan? Tilingizga erk bermang. Ochir ovozingni. Uni qayerda ko'rding? Uni San Fransiskoga kelarkan deb eshitdim. Shunga u bilan tanishib qo'lini olay deb boruvdim. Nega kelganini aytdimi? Kuzatmoqchi ekanini aytdi. Nimani kuzatarkan? Buni aytmadi ustoz, lekin siz haqingizda ko'p eshitganini aytdi. Tushunarli. Meni kuzatib yurishga Wong Jackmanni yuborishdi-da. Ularga nega kerak bu? Gonkongda Ip Manni qo'lda saboq olganimda Shaolin maktabidagilar buvim oqtali ekanini bilib qolishgan. Shundan keyin menga saboq bermay qo'yishgan. Amerikaga kelib hammaga kung funi o'rgata boshladim. Ehtimol Shaolinchilar shuni kechirishmagandir. Bizga saboq berayotganingiz uchun kelgan deb o'ylaysizmi ustoz Wongni? Boshqa nimaga ham kelardi? Qayoqda o'rgangansan buni? Hozir o'rganyapman. Gapimga ishon. Bundan ham zo'rroq qilaman hali. Hey, orqa eshikdan kir. Bizga joy buyurtirilgan bolakay. Kostyumim qalay? Mashinaga tegma. Oyim kuzatib turadi. Rahmat. Rahmat. Narxlar baland-ku. Unda faqat guruch buyurtir. Guruchni donalab narxlashganmi deyman. Unga xat berib qo'ymoqchi edim xolos. Inglizcha yozibsan-ku? Ha, inglizcha gaplashadi u. Lekin o'qishni bilarmikin? Berchi menga. Nima qilmoqchisan o'zi? Xitoychada qayta yozmoqchiman. Hozir. Ana u. Kechirasiz, kechirasiz. Labay. Iltimos, toza sochiq bersangiz. Rahmat. Iltimos, xatni o'qi. O'qi. Gap yo'q, boplading. Xo'jayin xonimning o'zlari-yu. Blossom xola shumi? Gangsterga o'xshamaydi-yu. Xolaga ham o'xshamaydi. Chinatown'dagi do'konlarning yarmini shilib oladi. Ortidan kelayotgan tasqira esa Bobby Chen, uni tan soqchisi. U bilan hech kim olishni xohlamaydi. Ortimdagi ikkita buqani ko'ryapsanmi? Bular Wei Fu va King Lao. Xolajonning ulush yig'uvchilari, bilishimcha, behola to'lanadigan pulni yana oshirmoqchimish, bilasanmi? Bruce Lee unga to'lamaydi.
Vinni Wei ham to'lamaydi. Vinni, sen Bruce Lee emassan. Ketdik bo'ldi. Hech nima yemadik-ku axir. Cho'ntaging ko'tarmaydi bunaqa ovqatni. Nega bezovtasan? Wong Jackman. O'ylama uni. Iloji yo'q, Frenki. Shuncha yildan beri men yaratayotgan narsani barbod qilishi mumkin u. U seni olishuvga chaqirdimi? Yo'q hali. Unda hammasi bekor gap. Yo'q, bekor gap emas, Frenki. Chinatowndagilarning ko'piga meni oq tanlilarga saboq berishim yoqmaydi. Amerikalikka uylanganim ham. Agar Wongni bu yerda obro'si oshsa, hayotim ostin-ustin bo'lib ketishi mumkin. Ertami kechmi olishuv bo'ladi. Sulang. Unday qilmasliging kerak. Bizni ko'rib qolishlari mumkin. Senga bir narsa olib keldim. Bu grammatika kitobi. Rahmat. 在英文里面，我、你、他，还有我们、你们、他们配合用的词是不一样的。我举个例子，比如说， Bugun ertalab men juda charchadim. 今天早上我很累， Bugun ertalab sen juda charchading. 今天早上你很累， Bugun ertalab u juda charchadi. 今天早上他很累， Bugun ertalab biz juda charchadik. 今天早 Sulang. Menikida yasharkansan. Begonalar bilan gaplashmasliging kerak. Xonim, xizmat muddatim qachon tugaydi? Men aytganimda. Fohishaxonada emas, restoranda ishlayotganing uchun rahmat aytishing kerak menga. Sen uchun kattagina pul to'lashga tayyor mijozlarim bor. Shunday ekan, agar boshqa qizlarga ingliz tilini o'rgatayotganingni King Lao yana ko'rib qolsa, hammang jazolanasan. Qattiq jazolanasanlar. Salom ustoz Wong. Master Wong! Janob Makkey, Qayoqqa ketyapsiz? men Oltin darvoza ko'prigini ko'rmoqchi edim. O'tiring unda. Rostdanmi? Ha, keling. Rahmat. Ajoyib joy ekan. Ha, zo'r qurilgan. Bu yerga kelganimda birinchi bo'lib shu yerni ko'rgandim. San Fransiskodan emasmisiz? Indianalikman. Xo'sh, Indianada qanday ajoyibotlar bor? Indianapolisda har yili poyga bo'lib o'tadi. Makka jo'xori bor. Juda ko'p makka jo'xori. Kung fu bormi vataningizda? Bu yerga kelgunimcha kung fu nimaligini bilmasdim. Rostdanmi? Ha, Menga ustoz Li haqida gapirib bering. kung fu borasida katta rejalari bor. Kinoda suratga tushyapti, yana televideniyada chiqmoqchi. Televideniya orqali kung funi ko'rsatmoqchimi? Nima uchun? Kung fu haqida ko'proq odam bilish uchun. Kundalik hayotda ham kerak bu. Ha. Siz uchun kung fu nimasi bilan qadrli? Qanchalik kuchli bo'lsang, shunchalik seni hurmat qilishadi. Kung funi shuning uchun o'rganyapsizmi? Kuchli bo'lish uchunmi? O'zimni himoya qilishim uchun. Shimoliy Shaolinda kung fu ichki intizom va o'zlikni anglash degani. Yana kung fuda muhimi mushlashish emas, muhimi qalbingdagi hissiyot. Sizni shaharga olib borib qo'yaman. Yo'q. Men shu yerda Wang Shu qilmoqchiman. Wang Shu nima? Oqshom mashqlari. Rahmat sizga janob Makkey. Sizga ham.
Makkey. Nima qilyapsan? Mashq qilyapman. Oqqushga aylanibmi? Bunaqasini o'rgatmagandim-ku. Sezdirmay ko'rib oldim buni. Kimdan? Wong Jackmandan. Senga dars o'tdimi? Ustoz, uni tasodifan ko'rib qoldim. Keyin shaharni aylantirdim. Mayli, u bilan do'stlashibsanmi? Bir gapni yetkazib qo'y. Musobaqadan keyin u bilan ko'rishib gaplashmoqchiman. Shunchaki erkakchasiga. Yaxshi. Ustoz Wong, qahvaxonadagi jiyaningiz manzilingizni berdi. Marhamat, kiring janob Makkey. Rahmat. Endi choy ichmoqchi bo'lib turuvdim. Birga icharkanmiz-da. Ustoz Wong, ustoz Li siz bilan gaplashmoqchi ekan. Nima haqda? Amerikaliklarga kung-funi o'rgatayotganim uchun bu yerga kelgan deb o'ylayapti sizni. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Menga saboq berishdan bosh tortganingizning sababi shu bo'lsa kerak-da. Kung-fu oddiy jang san'ati emas. Yashash, fikrlash san'ati bu. U Xitoy xalqi qalbida paydo bo'lgan va Xitoy xalqiga tegishlidir. Bizga o'rgatsangiz nima bo'ladi? Sizlar atom bombangiz bilan bo'lisharmidinglar? Lekin kung-fu atom bombasi emas-ku. To'g'ri. Kung-fu undan ham kuchli qurol. Bomba ajal quvvatidan vujudga kelgan. Kung-fu esa hayotiy kuchdan. Hayot o'limdan kuchli. Ustoz Wong, rostini aytsam, sizdan bunaqa gaplarni kutmovdim. Nimani kutgandingiz mendan? Portda sizni butun boshli delegatsiya kutib oladi deb o'ylovdim. Men rohibman. Tele yulduz emas. Rahmat. Keyin bilsam, qahvaxonada ishlarkansiz. Marhamat. Yo'q, turib ichaveraman. Rahmat. Iztirob qalbingizni o'rtayotgan ko'rinadi. Bu yerga nega kelganingizni tushunib yetmoqchiman, xolos. Idish yuvish uchun keldim. Bekorchi gapni qo'ying. Axir bu past ish-ku. Lekin halol ish. Hozircha shunday qilishga majburman. To'g'ri-ku, lekin siz kung-fu ustasi, haqiqiy afsonasiz-ku. Rostini aytsam, o'zimni aybdor deb bilaman. Nima uchun? Kibr intizomdan ustun kelgani uchun. Bir odamni qattiq jarohatlaganman. Aslida uni juda hurmat qilaman. Bu og'ir gunoh. Shuning uchun jazoimni olishim shart. Qalbimdagi muvozanatni tiklash uchun itoatkor bo'lishni o'rganishim kerak. Qalbingizdagi muvozanatni? Aytingchi, ustoz Li sizlarga nimani o'rgatadi? Mushlashishni o'rgatadi. Mushlashishni? Shunaqa odamni shogirdiga saboq berish, itoatkorlik shudir balki. Avval yaxshilab o'ylab ko'ray. Ustozligiga nima deb qo'yay? U bilan gaplashishga tayyorligimni ayting. Ko'ryapsizlarmi buni? Ko'ryapsizlarmi? Bugun men bilan olishadigan ashaddiy jangchi bu. Qo'shma Shtatlar chempioni, agar bilmasanglar, mashhur jangchi. Lekin men unga sovg'a tayyorlab qo'yganman. Barmoq uchida zarba. Nima? Nima? Qoyil. Zo'r. Bechora karatechining mag'lubiyati uning shogirdlarini meni maktabimga yetaklab keladi. Salom, Stiv.
Tomoshabinlarning ko'pligini ko'rdingmi? Ha, odam juda ko'p. Ertaning o'zida kung fu mashhur bo'lib ketadi. Hula hoopdan va Coca-Coladan ham. Bu ishning boshida esa men turaman. Bunga ishonchim komil. Xo'sh, Wong bilan gaplashdingmi? Ha, Unga nima kerakligini aytdimi? qalbidagi muvozanatni tiklash uchun kelgan emish. Qanday qilib tiklarkan? Jackson qahvaxonasida idish yuvib, Demak, buyuk Wong Jackman sharmanda bo'pti-da. Shaolin ustozlarining odati shunaqa, agar gunoh qilib qo'ysang, itoatli bo'lish bilan jazolashadi. Bugun musobaqani ko'rgani kelar ekanmi? ha, Barakalla. Bugunni o'zidan boshlab tugatamiz hammasini. Wing Chun ustasi Bruce Lee'ni olqishlashingizni so'rayman. Ishlar qalay, Vince? Yaxshi. Karate bilan anchadan beri shug'ullanasanmi? 22 yildan beri. Meni esa yoshim shuncha. Tag'in mayib qilib qo'yma meni. Bo'pti. Xonimlar va janoblar, hozir siz kung fu bilan karate o'rtasidagi jangni ko'rasiz. Bu kishi janob Vince. Sizlarning mashhur chempioningiz. Meni mayib qilib qo'ymasligini so'radim undan. Shunchaki bir omadim keldi. Sekinroq harakatlanishga so'z beraman. Xo'sh, qalay Vince? Qachon zarba berishimni aytaman, shogirdlaringga zarbamdan qanday qochish mumkinligini ko'rsatishga ulgurishing uchun. Tayyormisan? Mana hozir. Yo'q, endi. 1 2 3 Yordam bermadi. Endi bunday qilamiz, Vince. Qo'lingdan kelganini ko'rsata qol. Xonimlar va janoblar, bu kishi Wong Jackman, Shaolin monastirining rohibi. U San-Fransiskoga meni nima qila olishimni ko'rish uchun kelgan. Xo'sh, janob Wong, endi qoniqdingizmi? Ha. Minnatdorman. Shaolin donishmandlarining hikmati bilan o'rtoqlashmaysizmi? Nimalarni bilishingizni ko'rdim. Yana nimalarni bilmasligingizni ham ko'rdim. Balki gaplaringizni izohlarsiz. O'zingiz hammasini tushunib yetishingiz kerak. Yana Shaolincha donishmandlik qilyapsizmi? Ochiq aytavering. Mahoratingizga tan berdim. Gapim rost. Malakangiz bekamu ko'st. Ammo bitta qusuri bor. Yo'q-e. Nima ekan? Sizni o'zingiz. Sizni kibru havo, manmanlik boshqaryapti.
Qobiliyatingiz qalbingiz mahsuli emas. Harakatlaringiz qanchalik zo'rligini ahamiyati yo'q. Qalbingizni hech nima o'zgartira olmaydi. Balki o'zingiznikini namoyish etarsiz. Qanday namoyish etay? Jang qilamiz. Hozirning o'zida shu yerda. Hamma ko'rib qo'ysin kimda qusur borligini. Yo'q, rahmat. Bu yerga buning uchun kelmaganman. Unda nega keldingiz? Meni shogirdingiz taklif qilgandi. Endi ijozatingiz bilan keta qolay. Uzr. Sizni taklif qilishni men aytgandim unga. Shuncha odamning oldida taklifimni rad etasiz deb o'ylamagandim. Olishuvimizdan ma'ni yo'q. Siz o'sha qusuringizni namoyish etib bo'ldingiz, shuncha odamning oldida. Quruq safsata sotishni bas qilarsiz, Wong. Undan ko'ra mushtariingizni ishga soling. Eskicha fikrlaydigan bo'lib qopsiz. Kelajak mendaylarning qo'lida. Shuni unutmang. Nega olishmadingiz? Men o'zimdagi kibru havoni yengish uchun kelganman, zo'raytirish uchun emas. Lekin ommaviy taklifdan qochib bo'lmaydi-ku. Qachon olishish shart u, qachon shart emasligini bilish kerak. Qanday qilib? Qanday bilasiz qachon shartligini? Hayotingni fido qilsang ham arziydigan muhim narsa uchun olishish kerak. Uni himoya qilish uchun. O'shani topganingizda sizga saboq berarman, balki. Shu yerda ibodat qilar ekansan-da. Ha. O'tganlarning ruhi va oilamni haqqiga duo qilaman. Yaratganning o'zi ularni panohida asrasin. Sen ham duo qilasanmi? Yo'q. Ota-onangning haqqiga hammi? Men ota-onam yo'q. Nahotki? Ha, onam yarim yil avval olamdan o'tdi. Dadam esa qamoqxonada 12 yil bo'ldi. Ming afsus. Dam olgani qayoqqa borasan? Xursandchilik qilgani. Buning uchun biror nima qilish kerakmi? Ketdik. Ketdik. Yursangchi. Xo'sh. Ha, shunaqa. Keyin to'pga qaraysan. Qattiq urasan-da. Yaxshi, yaxshi. Oy, qoyil. Barakalla. Zo'r. Shundaymi? Qani to'pni senga tashlaychi. Tayyormisan? Yo'q. Lekin tashlayapman. Hech qisi yo'q. Birinchi marta shunaqa bo'ladi. Qo'limdan kelmayapti. Diqqatingni jamla. Koptok sen tomonga uchib kelayotganiga qara. Keyin koptokka urayotganingda oyog'ingni mahkam tur. Tayyormisan? Ha. Voy! Yo, xudo. Og'riq qoldimi? Ha. Juda g'alati.
Hayronman, qanday uddalading buni? Maxsus nuqtani bosib turibman xolos. Ko'ptok senga tekkanida juda ham aziyat chekding. Shunaqami? Ha. Maxsus nuqtani bosgandim, og'rig'ing qoldi. Hozir butunlay o'tib ketadi. Qayerdan o'rgangansan buni? Xitoyda xalq tabobatini o'rganganman. Bu yerga esa universitetda g'arb tibbiyotini o'rganish uchun kelgandim. Orzuyim shu. To'xta. Nima qilyapsanlar? Hayvonlar! Jim bo'l. Qani bizni pulimiz? Oye! Ahvoli qalay? Og'ir, lekin yashab ketadi. Kirxonani esa yer bilan yakson qilishibdi. Nima uchun? Blossom xolaga ulush to'lashni istamagani uchun. U ayol Chen Hutaundan-ku. Esi bormi? Sizga o'xshagingiz kelgan. Axir siz ulush to'lamaysiz-ku ularga. Bu boshqa masala. Sababi boshqa. Nima ekan? Bolaligimda Gonkongda doim mushlashgan edi. Keyin dadam meni kung fu maktabiga berdi. 16 yoshimda eng ashaddiy bezori bilan mushlashdim. Rosa adabini berdim, oyog'ini sindirdim. Keyin ma'lum bo'ldiki, u Chen Hutaun xo'jayinini o'g'irlagan. Ular meni o'ldirtirmoqchi bo'lishdi. Kelishishga to'g'ri keldi. Meni Amerikaga jo'natib yuborishdi. Men ularga tegmayman. Ular menga. Blossom xolaning xizmatkor qizlari bor. Binu deb atashadi ularni. Bilaman, mafiya ularni Amerikaga aldab chaqirib oladi, keyin qo'yib yubormaydi. O'sha qizlardan biri bilan tanishib qoldim. Uni ozod qilishga yordam bera olmaysizmi? Istasang bir maslahat beraman. Unut o'sha qizni. Nima maslahat berasiz menga? Bu masalada ustozingizdan maslahat so'raganingiz ma'qul. Ustozlik bu ishga aralashmayman dedi. Ustoz Wong, bilaman sizga daxli yo'q buni. Lekin balki gapingizga quloq solishar ular. Ming afsus janob Makkey. Sizga aytuvdim-ku, bu yerga likopcha yuvgani kelganman deb. Hali ancha yuvasizmi unda? Hammasini yuvib bo'lmagunimcha. Hammasini yuvib bo'lmaydi-ku axir. To'ppa to'g'ri. Hammani qutqara olmaysan. Qarzimni hech qachon uza olmayman. Har bitta kirli kopcha o'sha gunohimni eslatib turadi menga. Lekin ularni yuvishim kerak. Qalbim poklanmaguncha. Ustozlik to'g'ri aytgan ekan. Qarashlaringiz eskicha sizni. Sizni buyuk ustoz deyshadi, ammo faqat o'zingizni o'ylaysiz. Jazo o'tashni. Bir paytlar Xitoyda men bilan Tai Chi ustasi o'rtasida musobaqa bo'lib o'tgandi. Shunchaki mahorat jangi ko'plab rohiblarning ko'z o'ngida yutqazayotganimni tushunib turardim. Va takabburligim intizomdan ustun keldi. Mon Shan deb ataluvchi
ajal zarbasini ishga soldim. O'ldirib qo'yishimga sal qoldi uni. Shundan so'ng u jang qila olmadi. Axir o'zingizni himoya qilgansiz-ku. Yo'q, bu shunchaki ko'rik jangi edi. Qattiq zarbalar taqiqlangandi. Ammo yengilayotganim rosa alam qilib ketgandi. Siz shunchaki kurash uslubidan foydalangansiz, o'z mahoratingizdan. Mahorat ham tuzoq ba'zan. Uslub esa misoli zindon. Li Yufanga shuni aytmoqchi edim. Kung fu ichki ozodlikni talab qiladi. Agar ozodlikni talab qilsa, Sullanni ozod etishga yordam bering. Xo'sh, o'zingizchi, uni ozod etish uchun joningizni fido qilishga ham tayyormisiz? Qanday hujum qilishini ko'rsat. Shu yerni o'zidami? Ha. Menga hujum qil. Xo'p. Juda ko'p kuchingni behuda sarflayapsan. Men esa mutlaqo sarflamayapman. Ha-ya, lekin siz ham harakat qildingiz-ku. Chunki zarbadan olib qochdim o'zimni. Yaxshi, endi harakatlanmayman. Sen esa to'g'ri yuzimga ur. Ura olmayman. Nega endi? Axir siz Wong Jengmansiz, sizni ura olmayman. Birinchi saboq. Raqibingni yaxshilab bilib ol. Angla uni. Chin so'zim, o'zimni himoya qilmayman. Bo'la qol. Ur meni. Yo'q. Nima uchun? Chunki halol emas bu. Bu ikkinchi saboq. O'zingni angla. O'zingni anglasang, raqibingni anglasang, minglab janglarni natijasidan xavotir olmasang ham bo'ladi. Bu ikki aqida butun kung funing asosini tashkil qiladi. Qolgani esa shunchaki gap. Steve. Anchadan beri ko'rinmaysan. Wong bilan mashq qilyapsanmi? Ha. Meni uslubim yoqmay qoldimi? Ustod Wong Sullanni ozod etishda yordam bermoqchi menga. Qaytib kelaman hali. Bir varakaga ikkita ustozga shogird tushib bo'lmaydi. Omadingni bersin. Sizni ham kinoda omadingizni bersin. Ha-ya. Kino hozir rosa shov-shuv bo'layapti. Meni kung fu uslubimni yangi serialda ham ko'rsatishmoqchi. Yashil qovog'ari degan. Ustod Wong kung fu televideniya uchun emas deydi. Qaraya. Yurtidagi monastirlarga tiqib qo'yib chiqarmoqchi emas uni. Shuning uchun ham olishni istamaydi. Bundan ma'ni yo'q deb hisoblaydi. Tang ol, Steve. Wong mendan qo'rqadi. Menga bergan barcha sabog'ingiz uchun rahmat sizga. Arzimaydi. Aytganday, Wongga aytib qo'y. Agar yuragi dov bersa, istagan paytda, istagan joyda kurashishga tayyorman u bilan. Boshqa kung fu bilan shug'ullanishiga yo'l qo'ymayman. Undan ko'ra o'qisin, hisobchi bo'ladi. Biron foydali ish bilan shug'ullansin. Tushunishimcha, siz Wong Jekmanni do'stisiz-a? Janob Makkey, nima gap?
Blossom xonim aytdiki, agar siz janoblik bilan kurashga chiqsangiz, Sulangni qo'yib yuborar ekan. Chindan ham yordam bergan bo'lardim. Sulangni qamab ustidan qulflab qo'yishadi. Bilaman, bu yerga tavba tazarru qilish uchun kelgansiz. Lekin u bechorani boshiga ko'p balolarni solishmoqchi. O'zingiz aytdingiz-ku, biron jiddiy sababsiz kurashga chiqmayman deb. Hozir mutlaqo begunoh bir qizni qutqarish sizning qo'lingizda-ku. Axir likopcha yuvishdan ham qadrsizmi bu? Sizlarga karate emas, kung fu bu. Olimpiya o'yinlariga emas, ko'cha-ko'yga tayyorlayapsiz o'zingizni. Xo'sh, bezorilar sizga tashlanib qolsa, nima qilishingiz kerak? Kurashish, kurashish, kurashish. Ustoz Wong. Xo'sh, siz nima qilasiz agar bezorilar tashlanib qolsa? Avvaliga o'z-o'zimdan so'rayman. Nega bu menga tashlanyapti deb. Butun olamga qarshi u. Demak, yo'li xato. U holda nima qilish kerak? Ustozning asosiy vazifasi insonni avvalo o'z-o'zi, qolaversa butun olam bilan uyg'unligini tarbiyalash. Agar sizni o'ldirmoqchi bo'lsa-chi u? Unday bo'lsa, boplab adabini berish kerak. Keyin esa unga saboq olish imkonini berish zarur. Agar yo'q desa-chi? Demak, unga ham, o'zingizga ham pand bergan bo'lasiz. Menga saboq bergani kelmadingizmi mabodo? Chorlovingizni qabul qilganimni aytish uchun keldim. Sen bilan gaplashishimga ruxsat berishdi. Yaqinda Blossom xola seni qo'yib yuboradi. Qanday qilib? Istagan narsasini berdim unga. Qolgan qizlarchi? O'z singlimdek bo'lib qolganda ular. Ularsiz ketmayman. Salom Makkey, kiraver. Wong bilan mashq qilish ma'qulmi senga? Ha, Nachora, ustoz haqiqatni oshkor etmaydi, balki unga eltadigan yo'lni ko'rsatadi xolos. Men Wong Jackmanga yo'lladim seni. Marhamat. Xo'sh, jangga tayyormi u? menimcha tayyor. Yaxshilab hozirlik ko'rgani ma'qul. Axir Chinatown yulduziman. Wongni Gonkongda yaxshi ko'rishadi, lekin uning hududi emas bu yer. Pul tikasanmi? Hali o'ylab ko'rmadim buni. Wong avliyo, men esa ko'cha bolasiman-a senga. Ko'chadagilarga qarshi pul tikma. Ustod Wong jang shartlarini kelishib olish uchun yubordi meni. Uni yordamchisiman degin. Ha, Xo'sh, nima istaydi u? yuzga, nozik joyga, ko'zga zarba bermaysiz. Balki Strauss valsini ham qo'yib berarmiz. U ham o'ziga xos zarbalarni bermaydi shunda. Nihoyat tushunganday bo'ldim. Biron bir cholga Monshan ajal zarbasini berganga o'xshaydi. Cholga emas, taychi ustasiga, ko'rik jangida. O'libdimi? Yo'q, tirik qoldi. Shuning uchun oshxonada likopcha yuvib yurgan ekanda. Aytib qo'y, bunga hech qanaqa taqiq bo'lmaydi, hech qanaqa. Keragi yo'q axir. Bunaqada bir-biringizni o'ldirib qo'yasiz-ku. Meni o'ldirish oson emas. Bir narsani o'ylab qoldim.
San Fransiskoning Civic markazida olishamiz. Odam to'la bo'ladi. Matbuot, televideniya. O'zingiz istagan paytingiz, istagan joyingizda degansiz. Xo'sh, qayerda olishmoqchi u? Ustoz Von kemalar turadigan joydagi yukxonada mashq qiladi. O'sha yerda olishmoqchi. U yerga lag'mon sotadigan do'koncha ham olib borsammikin, pul ishlab olardim. 12 tadan ortiq tomoshabin bo'lmaydi. Qaranga. Mayli, aytganicha bo'la qolsin. Faqat aytib qo'y unga. Jang natijalari barcha gazetalarda e'lon qilinadi. Janob, sizni ko'rmaganimizga ham ancha bo'ldi. Salom. Tashrifingiz biz uchun hamisha sharaf. Hammasini qay darajada uyushtirganingizdan juda mamnunmiz. Axir sizga so'z berganmiz-ku. Dadamga biror nima quyib bering. Albatta, marhamat qiling. Gonkongda 12 milliondan ortiq pul tikib bo'lishdi. Juda yaxshi ish bo'ldi. Rahmat. Nima buyurasiz? Shaolindan qanchalar uzoqda mana. Hatto oy undan yaqinroq. Ertaga jang ustod Von. Uxlab dam olishingiz kerak. Nimaiki ro'y bermasin, Sulang ozod bo'ladi. Qolgan qizlarni ham ozod qilishsagina ketaman deyapti u. Juda oliy janob ekan. Yaxshi qiz tanlabsan, Stiv. Lekin sizlarga bir gapni aytishim kerak. Uni deb maydonga chiqayotganim yo'q. Sizlarni yo o'zimni deb ham emas. Li Yunfan to'g'ri aytdi. Kelajak uniki. Butun dunyoga kung funi namoyon qiladi. Endi tushunyapman buni. U iste'dodli. Judayam. Manmanligi ham bor. Hamma gap kung funi qay yo'sinda namoyon etishida. Og'riq va azob keltiruvchi tajovuzkor yo'sindami? Yoki faqat agar Nima agar? Agar o'zi qaytadan butunlay o'zgarmasa. Hayajonlanyapsanmi? Ertani o'ylab? O'zingchi. Bruce, sen o'zingni yaxshilab himoya qil. Jiddiy aytyapman. Himoyalanishni Von qoyil qiladi. 1964-yil 24-noyabr. Siz Von Biao'ni o'ldirib qo'yay debsiz. Meni ham o'ldiraman deb o'ylayapsizmi? Unday niyatim yo'q. Unda o'z joningizga qasd qilgan bo'lasiz.
Nega zarba bermayapsan? Chunki o'zing shuni xohlayapsan. Bunaqada bir ish chiqmaydi. Xuddi uslubing ish bermaganday. Bor hunaringni ko'rsatib bo'ldingmi? Sen ham ko'rsatib bo'lding chog'i. Mana, o'z chegarangdan chiqa boshlading. Qanaqa chegara tag'in? Hammasi tugadi. Yo'q, hali meni o'ldirganingcha yo'q.
Kim yutdi? Qaysi biringiz g'alaba qozondingiz? $15 million pul tikilgan bu jangga biz esa to'lay olmayapmiz. Birontasini mag'lubiyatni tan olishiga majbur qiling. 24 soat vaqtingiz bor. Yuzingga hech narsa qilmabdi-ku. Kinoga tushishni davom ettirsang bo'ladi. Jang uzoq bo'ldi. Muhimi g'alaba qozonding. U bo'ynimdan siqib turganida o'ldirishi mumkin edi meni. Nima dedi o'shanda? Tushundingmi dedi. Nimani tushunding? Suvang. Men oliy himmat ayolman. Ko'nglim bo'shligi eng katta nuqsonim. Lekin meni qiyin ahvolga solib qo'yding. Seni aqlli qiz deb o'ylovdim. Nimalarga erishishing mumkinligini hatto tushunmayapsan ham. Yo'q, o'zingiz qanaqa odamligingizni tushunmayapsiz. Siz hali ham binusiz. Faqat yaltiroq libosli bino. Qalbingiz boshqalarga tegishli. Yaxshisi tezroq g'olib ma'lum bo'lsin deb iltijo qil. Yo'qsa seni tanang boshqalarga tegishli bo'lib qoladi. G'olib aniqlanmadi. Bilaman. Qancha pul kerak bo'lsa topib beraman. Kech bo'ldi. O'rtaga tikilgan pul katta. Agar yarim tungacha g'olib aniqlanmasa, So'rangni fohishaxonaga sotib yuboramiz. Nima? Janob Makkey, kechiring meni. Meni deb boshingizga tashvish tushgan bo'lsa, hammaga ko'p tashvish keltiraman shekilli. Bu yerga itoatkorlikni bo'ynimga olib kelgandim. Faqat bir narsani istagandim. G'oyib bo'lishni. Aslida esa bundan battar bo'lmasa kerak. Siz g'olib bo'ldingiz. Stiv, osonmas hammasi. Men Liu Yunfanga uning qarashlari noto'g'ri ekanini tushuntirmoqchi edim. Uslubi esa bo'sh demoqchi edim. Agar meni g'alabam bundan buyonam uni shu yo'ldan borishga undasa, yaxshisi yutqazganim ma'qul. Agar mag'lubiyatim uni o'z uslubini o'zgartirishga majbur qilsa, men g'olib bo'laman. Tushunyapsizmi? Siz hozir monastirda emassiz. Bu yer Amerika. Bu yerda hamma narsa aniq bo'lishi kerak. Shuning uchun kim g'olib chiqqanini aytishingiz shart. Hayotda hammasi osonlikcha hal bo'lmaydi. Kimning hayoti rasvo bo'layotganini bilasizmi o'zi? Suvlanni. Sizni g'olib deb e'lon qilishga ruxsat bering. O'tinaman. Iltimos. Buni mutlaqo foydasi tegmaydi. Bruce Lee buni tan olmaydi. Unda yutqazdim deb ayting. Unday ham qila olmayman. Mag'lub bo'lganimni anglab yetmagunimcha tan ola olmayman. Suvlan nima bo'ladi? Bu muammoni o'zing hal qilishing kerak, Makkey. Makkey, xafa bo'lmagin, lekin qo'lingdan hech nima kelmaydi. O'sha yoqqa borib, uni o'zim olib ketaman. Tushlikdan oldin. Dasturxon yozishadigan paytda. Yigitlar sezib qolishsa-chi? Unda nima qil deysan? 1-2 kun sabr qil. 1-2 kundan keyin Suvlan u yerda bo'lmaydi. Stiv, Nima? joningga qasd qilyapsan-ku.
Idish yuvasan deb o'ylabman. Lavozimimni ko'tarishdi. Nega sen bilan urushamiz? Sen urushyapsan. Men esa yo'q. Kecha ham urushmadim demoqchimisan? Nima buyuradilar? Hozirgina bir shogirdim qo'ng'iroq qildi. Vinyuey, Steve Mackeyning do'sti. Mackey Xitoy darvozalariga ketibdi. Bir o'zi Chanxutonga qarshi chiqmoqchimish, bir qizni deb. Uni o'ldirib qo'yishadi. Demak, jonini fido qilishga arziydigan muqaddas narsasini topdi. Ustod Wong. O'rtamizdagi munosabatning ahamiyati yo'q. U seni shogirding, meni ham. U uchun biz javob beramiz. Qay ma'noda? Nega hali ham shu yerdamiz degan ma'noda. Lekin o'zing bu meni tashvishim emas deganding-ku. Endi nima o'zgardi? Hammasi. Hey, kim g'olib bo'ldi? Javobini aytgani keldingmi? Ha, javobini aytmoqchiman. Mashqlarimiz uchun zo'r reklama bo'lar ekan. Hammasi joyida. Iltimos, shu yerda o'tir. Yo'q, bizga ishkallik keragi yo'q. Yo'qollaring. Ustoz Wong, nima deysiz? Bir boplamaymizmi bularni?
shoshmay tur olibdi. Hozir o'lasan. Hammasi bir pasda tugaydi. Senga bir barmoq zarbini ko'rsatganmidim? Bir barmoq zarbi. Menga ham o'rgatmasang bo'lmaydi. Hey. Jangari filmlarida bunaqasini ko'rmagansiz. Kung fu ustalarini Salom. Lift o'rnatsangiz yomon bo'lmasdi. Suvang qayerda? Bu yerda u yo'q. Eng qimmatli qartasini osongina beradi deb o'ylovmidinglar? Sizga qiz kerakmi? Menga esa natija. Kim g'olib bo'ldi? agar javobini aytsak, Sulang qo'yib yuborasizlarmi? Ha, shunga kelishgandik. Unda tan olaman, men mag'lub bo'ldim. Li Yunfan g'olib. Siz shu gapga qo'shilasizmi? Yo'q. Meni kalaka qilyapsizlarmi? Siz hamma qizlarni ozod qilasiz. Ortiq binu bo'lmaydi bu yerda. Bo'pti, kelishdik. O'g'lim, hammaga ayt, Bruce Lee g'olib bo'ldi deb qizlarni ham qo'yib yuboring. Nima gapimni eshitmadingmi? Aytganimni qil. Meni tanidingmi, Maras? Oyog'ingni sindirganimni eslayman. Endi mendan ko'rasan. Tonka. Nima bu? Monshanmi? Bilmasam, o'zing aqllisan-ku. Vini. Qarach, senga nima olib keldim? Qo'shnilarnikidan o'mardingmi? Ularni qo'shnisinikidan. Namuncha xursand bo'lmasang. Ustozga $1000 tikib yutib chiqdim. O'zing kimga tikkanding? Ustoz Vonga. Aytgandim-ku, ko'cha bolalariga qarshi tikma deb.
Ustoz. Yotaver, Stiv. Ahvolingni tushunib turibman. Rostini aytsam tushunmayapman. Hech qachon kaltak yemaganman-da. Qalay bo'larkan? Qattiq og'rirkan. Hamma qizlarni qo'yib yuborishdi. Ikkalangizga ham rahmat. Oyimni hisobidan pul yechgandim, senga tikaman deb. Bilib qolsalar meni o'ldiradilar. Omon qolganingdan xursandman. Biror nima kerakmi? Yo'q, rahmat. Lekin baribir so'ramasam bo'lmaydi. Chindan ham g'olib bo'ldim deb o'ylaysizmi? Ha. Nimaga? Wong menga o'z uslubimda qotib qolganimni ko'rsatdi. Oqibatda o'zim bilan kurashayotgan ekanman. U esa yangi uslub topishim kerakligini tushunib yetishga majbur qildi meni. Suv ko'za shakliga kiradi, lekin shaffofligicha qolaveradi. Meni uslubim shunaqa bo'ladi. Gap yo'q. Ilgari yulduz bo'lsam derdim. O'ylab qarasam, haqiqiy afsonaga aylanish yaxshiroq ekan. Xuddi Wong Jackman singari. Yana qaytib kelasizmi, ustoz Wong? Ha, kelsam kerak. Bu yerda o'rganadigan narsalar bor. O'zim ham o'rgatsam kerak hali. Qaytib kelganimda shu yerda bo'lasizlarmi? Ehtimol. Ishlarimni yurishiga qarayman-da. Janob Makkey. Rahmat sizga. Siz bo'lmasangiz, hali ham idish yuvib yurgan bo'lardim. Ustoz Wong, ustozlik unga nimalarni o'rgatganingizni tushunib yetdi. Shuning uchun ham siz g'olibsiz. Kung Fu'ni butun olamga ko'rsatish kerak ekan, Bruce Lee buni uddalaydi. Agar qila olmasa, qaytib kelib adabini berib qo'yaman. Yana bir marta. Shu jangdan so'ng Bruce Lee o'z kurash uslubini yanada takomillashtirdi. 1969-yilning iyul oyida u Jeet Kune Do uslubini, jang san'atining aralash uslubini namoyish etdi. Rejissyor George Nolfi, ssenariy mualliflari Steven G. Rivel, Christopher Wilkinson, tasvirchi Amir Makri, bastakorlar H. Scott Salinas, Reza Safinia, rollarda Philip Van Lung, Xia Yu, Zin Xin, Zhu Xingxin, Ron Yuan, Terry Chen, Vanessa Wu, Billy Magnussen va boshqalar.